Hürmetli vatandaşlar, endeksimizi devamlaştırıyoruz. Amerika'nın Xitay'a karşı dövlep koygan raketalarının sani adamne çöçtüdü. Mavzulu haber 12. ayının 30. gün Dovitor biyeti ilan kılın. Haber mındak başlan. Avustraliyalik muhbir Pelliger, John Pelliger, filmge algan öjetlik bilen yetip keliş aldı turgan Jungo'ga karşı uruş. Muşu ayda ekranga çıktı. John Pelliger mundaq görsetdi. Bu bir parç filmning maqsadi jimlikni, sukunatni buzib tashlash. Amerika bilan Jungo balki hozir urushga qarab ketyapti. Yadro urushini tasavvur saqit qilishga bo'lmaydi. Hujjatlik filmda mundaq ko'rsatildi. Garchi Jungo Janubiy dengiz qatorliq joylarda Jungoning faoliyatlariga diqqat cheksimi dunyo, Jungo ham o'xshashli tahdidga duch keldi. Bu nima qandaqdir bir xabar hisoblanmaydi. Hozir Jungoning tahdidga duch kelganligi bu bir yangi xabar hisoblanmaydi. Avustraliyadan Tinch okeanigacha va undan yiroq joylargacha Amerikaning harbiy bazalari intayin zo'r, mustahkam org'amcha hosil qilgan bo'lib, raketa, bombardimonchi aeroplan, harbiy parxotlar bilan Jungo qorishovga ilindi. Hujjatlik filmda Amerika tarixiy hujjatlik film yozuvchisi Jungoning fantaziyasi mavzuliq asarning avtori James Bradley so'zlaridan naql keltirildi. Agar sen Beijingda turib, eng egiz binoga chiqib, Tinch okean tarafga qaraydigan bo'lsang, sen Amerika bu davlat bilan uning harbiy parxotlarini ko'ralaysan. Sen xuddi Guam orli eg'irlikdan cho'kib atgandek his qilasan. Sen xuddi Guam orli eg'irlikdan cho'kib ketayotgandek his qilasan. Chunki bu orolga Jungo qartilgan nurg'un raketa o'rlashtirilgan. Sen Koreya taraf qarasang, Amerika harbiy qurollarining yanada Jungoga qartilganligini bayqaysan. Amdilikda Yaponiya taraf qaraydigan bo'lsang, Yaponiyaning asosiyatdan Amerikaning harbiy qurol yaroqlari bilan to'shib ketganligini bayqaysan. Agar men Jungolik bo'lsam, Amerikaning devaylab kelayotganligidan ansirgan bo'lardim. Chicago universitetining professori Bro Kamin mundaq ko'rsatdi: biz Jungoni allaqachon qorishovga oldik. Belki onu texime kattık, qorishashni o'ylayapmiz. Amerika Cumhuriyetçiler Partisining a'zosi ham Avam palata a'zosi Dana Rohrabaker, bu nopozliq arbab, bizga odat Uyg'urlarga tanishlik odam, bu Amerika Davlat Majlisining nopozliq arbobi, nopozliq siyosiyon mundaq ko'rsatdi Dana Rohrabaker. Bizning bir dushmanimiz bor. U bo'lsa-mu dushman Jungodir. Jungun nayt zor kölemde 2 saat elip barmaydı ekan. Ondaqda kunlarning birida yanala bizning dushmanimizga aylanib qalaverdi. Jungo Iroq sharq qirayini zo'migarlik qilmoqchi bo'layotdi. Xuddi Yaponiya 2 dunyo urushi mazgilida Osiyoda qilgandek. Ularning yana Jungoning maqsadi dunyoning yerimiga hukmronlik qilishdir. Ayni çağda Batu Xan'ı Çingiz Xan yeniga tatib kelib o'g'lini "Cho'ng bo'lsang nima qilasan?" desa, Çingiz Xanning o'g'li Batu Xan nima degan ekan desanglar, men hozir qarasam dunyoning yerimi Iskandar Zulqarnaynning qo'li ekan. Amdilikda men shu dunyoning yerimini olama keltiraman degan ekan Çingiz Xanning o'g'li Batu Xan. Bugun ma leksiya qarasak Jungo'mi dunyoning yerimi xo'jayin bo'laman degan maqsad kelib qopti. Aslida Jungoning siyosiy bo'yicha aytganda Mavzning davrida qanday shuar vardı madaniyat inqilobida Jefang, Charlie. Bütün insaniyat azat qilaman. Mavzning xaritining oldiga kelib olib Jefang, Charlie. Bütün insaniyatni azat qilaman deydi. Demak, bu bir imperializmlik shuar. Bu bir dushmanlik bilan chiqarilgan shuar. Jungoning shuning kuchaytan bugun kuchayib qolishi mumkin, chunki bugun kuchaydi deylar. Hozir shundaq deyli, hozir Jungoning qarniyatini xalqaro jamiyat tonib bo'ldi degan gap. Shtabi Amerikaga joylashgan 61 harbiy qurollari va yadro qurollariga yer shar bo'yicha qarish turish torbeti Bosek Kognan
Doğru bitti bunda ko'rsat. Amerikaning Osiyo qaytib kelish siyosatining haqiqiy maqsadi o'q batlangan miltiqni yoki batlangan miltiqni Jungoning mingisiga to'g'rilash uchun edi. O bu so'zni qilib bo'lgandan keyin yana mundaq dedi. Sen bizning deganimiz bo'yicha ish qilasan. Unda qilmaydi ekansan, undaqda bizning nefet, biz sening nefet to'shuydigan yo'llarini etib tashlaymiz. Boylik manbalarini uzib etimiz. Import qilish yo'llarini mo etib tashlaymiz. Sen bizning deganimiz bo'yicha ish qilasan. Agar unda qilmaydi ekansan, nefet to'shuydigan yo'llarini qamal qilamiz. Boylik manbalarining kelishman beni uzib tashlaymiz. Import qilish yo'lini etib tashlaymiz. Mana siyosat deymiz. Vatandoshlar, hurmatli vatandoshlar. Hujjatlik bilenda Amerika Qo'shma Shtat Davlat Mahkamasi Sharq Osiyo bo'yicha yordamchi davlat ishlar kotibi Daniel Russellni ziyorat qilib, film ishliguvchi Felger munda ko'rsatdi. Amerika dengiz armiyasining harbiy parxodlari, harbiy aeroplanlari Jungoning bosog'isi kelib bo'ldi. Agar Jungo moshunda qiladigan bo'lsa, Kaliforniya shtatining bosog'isi yetib kelamdi? Savol qo'y. Daniel Russell munda ko'rsat. Biz shu masalani davomli o'zimizdan so'raymiz. Qarshi tarafning maydonida turib o'ylaganda bu intayin muhim. Bizning bu ishimizni Jungo mo qabul qiladi. So'z shu yerga kelganda film ishliguvchi John Felger uning so'zini Daniel Russellning so'zini uzib etib mundaq dedi. Kechiring. Jungoda seni qabul qilamdi. Sening ishingni qabul qilamdi. Menga bergan ta'sirat shu bo'ldiki, sening deganingdek Jungo sening ishlaringni qabul qilamdi, lekin menga bergan ta'sirat shu bo'ldiki deydi film ishliguvchi Felger. Ular Jungoliklar qo'rqidi. Qo'rqyapti. Bu chaqda Daniel Russell hech qanday javob qaytardi. Sen qabul qilib deysan, bu siyosat xarakterli so'zlar bo'lsan, sening bu qilgan ishlaringdan qo'rqidi. Jungoliklar qo'rqidi.